O'tgan darsimizda biz tizimdagi bajariladigan ishlarni tegishli komponentlarga biriktirib, bu bilan o'sha komponentlarni mas'uliyatlarini aniqlashni, shu bilan birga komponentlarni arxitekturaviy xususiyatlarini tahlil qilishni bilib oldik. Endi tizimdagi komponentlarni soni ortgani sayin tabiiy ravishda ularning orasida har xil bog'liqliklar vujudga keladi. Ya'ni bitta komponent boshqa komponentning chaqirishiga ularning orasidagi bog'liqlik deyiladi. Buni arxitekturada coupling deyiladi. Endi mana shu bog'liqlikning turiga qarab bu coupling tight coupling ko'rinishida bo'lishi mumkin, ya'ni mahkam yoki qattiq bog'liqlik yoki loose coupling, ya'ni erkin yoki yengil bog'liqlik ko'rinishida bo'lishi mumkin. Biz imkon boricha komponentlarimiz orasida loose couplingga erishishga harakat qilishimiz kerak. Masalan, A komponent bilan B komponent bo'ladigan bo'lsa va men agar ertaga A komponentni o'zgartiradigan bo'lsam, buning natijasida B komponentni ham o'zgartirish kiritishim kerak bo'lsa, bu bog'liqlik tight coupling, ya'ni mahkam bog'liqlik deyiladi. Buni bir qancha muammolari bor. Birinchidan, bunday tizimni komponentlar osgani sayin uni qiyinlik darajasi ham oshib boradi. Unga xizmat ko'rsatish qiyinlashib boradi. Mana shu bog'liqliklar tufayli. Ikkinchidan, bunday komponentlarni testlash ham qiyinlashib boradi. Ularni alohida mustaqil testlash uchun ko'p effort talab qilinadi, ba'zi holatlarda umuman imkoni ham bo'lmaydi. Uchinchidan, bunday tizimlarni scale qilish, kengaytirish ham qiyinlashadi. Shuning uchun ham biz komponentlarimizni imkon boricha loosely coupled holatda saqlashimiz kerak. Shunday qiladigan bo'lsak, mana bu aytgan muammolarimiz hal bo'ladi. Hayotda misol keltirsam, smartfonlar chiqishidan oldin uyali aloqa telefonlari bo'lardi. Yosh kattalar eslash mumkin. O'sha vaqtda o'sha telefonlarni batareykasi alohida olinadigan ko'rinishda chiqarilgan edi. Mana shu telefon va uni batareykasi o'sha loosely coupled tizim hisoblanadi. Telefonimni batareya soladigan joyi bor. Men u joyga xohlagan brenddagi, xohlagan rangdagi batareyani qo'yishim mumkin. Toki u o'sha joyga tushadigan bo'lsa, voltajlari, boshqa parametrlari to'g'ri keladigan bo'lsa, men u batareyadan bemalol foydalanishim mumkin bo'ladi. U batareyani brendini ham, rangini ham farqi bo'lmaydi. Lekin hozirgi vaqtdagi smartfonlarda esa unday emas. Smartfonlarda aksariyatida batareyasi telefonning ichiga joylashtirilgan va maxsus qanaqadir vositalarsiz uni ajratib ola olmaysiz. Bu bilan esa o'sha tightly coupled tizim hosil bo'ldi. Ya'ni ertaga agar smartfonning batareyasida qanaqadir muammo paydo bo'lsa, men uni osonlikcha boshqa batareyaga almashtira olmayman. Uning uchun ustaxonaga borishim kerak. U yerda ham ustaning insofiga qarab, masalan, agar to'g'risini aytadigan bo'lsa, batareyasi o'libdi deb batareya topa olsa, almashtirib berish mumkin yoki bo'lmasam, bu imkoni bo'lmasa, telefondan foydalana olmayman. Mana ko'rib turganimizdek, bitta batareyaning muammosi sababli men butun boshli telefonni ishlata olmaydigan holatga tushib qolaman. Mana bu tightly coupled tizimga bitta hayotiy misol bo'ldi. Dasturiy ta'minotda ham xuddi shunaqa. Agar dasturni bir joyda qilgan o'zgartirishimiz boshqa joylarga ta'sir qiladigan bo'lsa, u tizim tightly coupled bo'lgan tizim hisoblanadi. Bunga bitta misol keltiraman. Qarasang, bizda user service bor. User service'da ma'lumotlarni databasega saqlamoqchiman. Buning uchun men masalan to'g'ridan-to'g'ri SQL Server Repository degan yoki SQL Server User Repository degan konkret klassni user service'da chaqirishim mumkin. Bunday qiladigan bo'lsam, albatta biznes tomonlama muammoni hal qilgan bo'laman. Ya'ni ma'lumotlarni databasega, SQL Server databasega saqlay olaman. Lekin arxitekturaviy tomonlama qaraganda men bu yerda user klassi va repository orasida mahkam bog'liqlikni tizimda keltirib chiqardim. Chunki ertaga agar men bu tizimdagi databaseni SQL serverdan Postgresga yoki masalan Redisga yoki fayl tizimiga deylik, har qanday storage'ga boshqasiga o'zgartiradigan bo'lsam, bu yerda konkret klassni chaqirganligim sababli men endi nafaqat o'sha yangi repositoryni, balkim user servisini ham o'zgartirishim talab etiladi. Mana ko'rib turganimizdek, mana shu tightly coupling sababli men endi mana shu joyi o'zida ikkita klassda o'zgartirish kiritishim kerak bo'ladi. Endi mana shu komponentlarning orasidagi bog'liqlikni loose coupling qilish uchun nima qilaman? Buning uchun men
user servisda to'g'ridan-to'g'ri repozitoriyni chaqirmasdan, balki yuqorida bitta interfeys e'lon qilaman. Bu interfeysni agar generic qiladigan bo'lsam, iRepository va uchburchak qavslarda user klassini berib yuborishim mumkin. Yoki bo'lmasam iUser repository degan alohida bitta interfeys ham bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Demak, men user service klassimizda o'sha interfeysni chaqiraman. Interfeysda database bilan bajarish kerak bo'lgan metodlar e'lon qilinadi xolos, lekin ularning implementatsiyasi bo'lmaydi. Ya'ni bu interfeys bu kontrakt, kelishuv ekanligini bilamiz. Demak, men agar user service klassimda mana shu interfeysni metodlarini chaqirsam, interfeysni implementatsiyasi user servicega qizig'i yo'q. Chunki user service ularni bilishga majbur ham emas. User serviceni bilish kerak bo'lgan narsasi faqatgina mana shu ma'lumotni, user ma'lumotini storage'ga saqlash, masalan, insert qilish. Men shuning uchun ham user servicedan interfeysdagi insert metodini chaqiraman xolos. Endi uning implementatsiyasi esa tegishli storage klasslarda yoziladi. Bu o'sha infrastructure'ga tegishli bo'lgan klasslarning muammosi hisoblanadi. Masalan, bugun men SQL Server repositoryni ishlatishim mumkin. Ya'ni o'sha interfeysni SQL Server repository degan yoki user SQL Server repository degan klassda implementatsiya qilaman. Ertaga uni o'rniga masalan Postgres o'tadigan bo'lsam, alohida yangi Postgres repository degan klass ochishim mumkin va xuddi o'sha interfeysdagi metodlarni endi Postgresda ishlaydigan qilib implementatsiya qilaman. Mana ko'rib turganimizdek, biz endi qaramliliklarni bir-biriga emas, ya'ni business layerdan infrastructure layerga qilmasdan, balki abstractionga qaratyapmiz. Ya'ni business layer ham, infratuzilma layerimiz ham abstractionga qaramlilik bo'lyapti. Bu narsa o'sha solid tamoyillardagi eng oxirgisi D ni ifodalaydi, ya'ni dependency inversion tamoyili aynan shuni mana sizlarga tushuntirib berdim. Dependency inversion yordamida biz mana shu komponentlar oradagi bog'liqlikni loose coupling qilishga erishamiz. Endi buni yo'lga qo'yishda esa albatta biz o'sha har xil uslublardan foydalanamiz. Boya aytgandek, dependency injection, interfeyslarni ishlatish kabi narsalar dependency inversionni yo'lga qo'yishga yordam beradi. Ammo lekin bu yerda yana bitta muhim jihati, bu juda ham nozik jihati, ko'p video darslarda buni yoritilmaydi, ba'zi maqolalarda ham bu tomonni e'tibor berilmaydi. Dependency inversion tamoyilining eng asosiy yana bitta muhim jihati shundaki, o'sha abstraksiyani aynan kim egalik qilishiga e'tibor qaratishimiz kerak. Boya aytdim, interfeys e'lon qilamiz dedim. O'sha interfeysni mabodo ba'zi dasturchilar yana o'sha infratuzilma loyihasida e'lon qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu esa dependency inversionning asosiy mohiyatini buzadigan amaliyot hisoblanadi. Chunki men interfeysni infratuzilmada e'lon qilishim, bu baribir o'sha application layerni infrastructure'ga dependent qilib qo'yishimga olib keladi. Buni bo'lmasligi uchun men interfeysni ham yoki application layerda e'lon qilishim kerak. Shunday qiladigan bo'lsam, mana bu infrastructure applicationga qaram bo'lib qoladi. Yoki bo'lmasam eng to'g'ri yo'li bu interfeysni alohida, masalan, kontrakt degan loyihada e'lon qilib, o'sha yerda saqlashim kerak. Bu eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Ya'ni clean architecture'ga amal qilmoqchi bo'lsam, interfeyslarni, kontraktlarni, abstractionlarni bitta alohida joyda saqlayman va application ham, infrastructure ham unga qaram bo'ladi. Ya'ni application komponentim uni chaqiradi, infrastructure esa uni implementatsiya qiladi. Application chaqirganda interfeys orqali bu infrastructuredagi tegishli konkret klasslar chaqiriladi. Demak, dependency inversionni yo'lga qo'yishda mana shu jihatiga ham e'tibor qaratishimiz talab etiladi. Mana zamonaviy dasturlash muhitlarida dependency injection, interfeyslar o'sha framework o'zida built-in bo'lgan tushunchalar hisoblanadi. Ya'ni .NETda bo'ladimi, ASP.NET Core'da yoki Springda, Node.js'da ham dependency injection kabi tushunchalar mavjud. O'shalardan foydalanib biz komponentlarimizning orasidagi bog'liqliklarni loose coupling qilishimiz kerak bo'ladi. Endi professional arxitekturada bu bog'liqliklar faqatgina bir ko'rib bo'lmaydigan tushuncha emas, balki o'lchash mumkin bo'lgan raqamlar yordamida ifodalanadigan metrikalar hisoblanadi.
Bular ayniqsa Robert C. Martinni mana bu Clean Architecture kitobida ham yoritilgan bunday metrikalar komponentlarning orasidagi bog'liqliklarni afferent coupling va efferent coupling degan formulalar yordamida o'lchash mumkin. Afferent coupling bu bitta komponentni boshqa nechta komponentlarni ishlatishini o'lchab beradigan bir metrika. Mana masalan, men komponent A bo'ladigan bo'lsam, men B, C, D degan komponentlarni chaqirgan bo'lsam, demak afferent coupling qiymati 3 ga teng bo'ladi. U CA deb aniqlanadi. Afferent coupling CA. Endi efferent coupling esa buni teskarisi, ya'ni bitta komponentni qanchalik boshqa komponentlar chaqirilishiga aytiladi. Misol uchun men C komponenti bo'ladigan bo'lsam, A, D, B komponentlari meni chaqirsa, demak meni efferent coupling qiymatim 3 ga teng bo'ladi. Yoki 4 ta, 5 ta, undan ham ko'p bo'lishi ham mumkin. Demak, u efferent coupling CE bilan aniqlanadi. Xo'p, bularni aniqlashdan maqsad nima? Bularni aniqlashdan maqsad o'sha komponentlarni o'zgartirish, kiritish qanchalik qiyin yoki osonligini aniqlash. Mana sezayotgan bo'lsanglar, qanchalik bitta komponentni CA qiymati yuqori bo'lsa, ya'ni u komponentga bo'lgan bog'liqliklar qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik uni o'zgartirish qiyin hisoblanadi. Chunki u komponentni o'zgartirish kiritsak, bu o'zgartirish boshqa komponentlarga ham ta'sir qiladi. Va odatda core komponentlarni o'sha CA qiymati yuqori bo'ladi. Chunki ularga o'zgartirish kamdan kam kiritiladi va biz tabiiyki bunday komponentlarni yaxshilab o'ylab olib, 7 o'lchab bir kesib loyihalashtirishimiz talab etiladi. Endi CE qiymati yuqori bo'lgan komponentlarchi, ular esa mort komponentlar yoki fragile komponentlar deyiladi. Chunki ular boshqa komponentlarga bog'liqligi ko'p. Masalan, mana infratuzilma layerdagi joylashgan komponentlar yoki UI qismidagi joylashgan komponentlar shunday CE qiymati ko'p bo'ladi. Chunki ular boshqa komponentlarni ishlatadi, ko'p ishlatadi. Masalan, UI oladigan bo'lsak, u API larni chaqirishi mumkin, servislarni chaqiradi, validatsiyalar qiladi, to'g'rimi? Bog'liqliklari juda ham ko'p. Demak, hozir aytgandek, odatda o'sha infratuzilmadagi komponentlar CE qiymati yuqori bo'ladi va ularni almashtirishimiz ham oson. Hozir aytgandek, ular fragile yoki mort bo'ladi. Masalan, tizimni oladigan bo'lsak, bugun masalan web UI ishlatayotgan bo'lishimiz mumkin. Ertaga xohlasak uni mobile UI bilan bemalol almashtirib qo'ysak, bu o'zgartirish backendga, boshqa API larga ta'sir qilmaydi. Chunki buni boshqa komponentlar bunga bo'lgan bog'liqligi yo'q. Aksincha bu komponent boshqalarga bog'liq. Demak, buni biz bemalol boshqasiga almashtira oladigan bo'lamiz. Masalan, adapter bo'lishi mumkin, UI bo'lishi mumkin. Yana mana shu Clean Architecture kitobida maxsus formula bor. O'sha formula yordamida komponentlarni qanchalik barqarorligini hisoblab topishimiz mumkin. Formulani mana ekranda ko'rib turibmiz. Mana shu yordamida komponent stable yoki unstable ekanligini, ya'ni barqaror yoki beqaror ekanligini hisoblashimiz mumkin. Mana bu yerda uni ko'rishimiz mumkin. Mana bu X komponenti barqaror komponent hisoblanadi. Chunki ko'rib turganimizdek, unga bog'liqliklar juda ham ko'p. Shuning uchun u barqaror, uni boshqalarga bog'liqligi yo'q. Lekin mana bu yerdagi Y komponenti esa beqaror komponent hisoblanadi, chunki u boshqa komponentlarga qaramliligi bog'liqligi ko'p. Endi mana shu CA va C larni qisqa qilib xulosa qiladigan bo'lsak, arxitekturasi to'g'ri yo'lga qo'yilgan loyihalarda core komponentlarni CA qiymati katta, CE qiymati esa kichkina bo'ladi. Endi infratuzilma loyihalarida esa teskarisi, CA qiymati kichkina, lekin CE qiymati katta bo'ladi. Mana shu narsalarni Visual Studioda ham ko'rishimiz mumkin. Buning uchun maxsus Code Metrics degan oyna bor. Coupling, maintainability, complexity kabi ko'pgina metrikalarni ko'rsatib beradigan imkoniyatlari bor. Bundan tashqari, dependency graph oynasi yordamida solutiondagi loyihalarning orasidagi bog'liqliklarni ham ko'rish imkoniyati bor.